sizlarni bankimizda ko'rib turganimizda bag'oyatda xursandmiz. Bugunda bankimiz shu tuman markazi foydaga olib boryapti. Yo'lovchining ajoyib xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz. Bizda shu kecha kunduzda Do'ng'ur tumani 12 ta mahalla bizga biriktirilgan bo'lib, jumladan Ulug'bek, Xo'jag'azli, Chorvoq, Beshko'li va jumlasidan 12 ta mahallada istiqomat qilayotgan fuqarolarga oliy ta'lim qo'llab-quvvatlash, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, muhtaram prezidentimiz tegishli qarorlari asosida imtiyoz kreditlar o'tkazamiz. Kimda o'sha kreditlarga ehtiyoj bo'lsa, bizga tadbirkorlik biznes rejalarini ko'rsatib, kredit olishingiz mumkin. 50 million so'mgacha 20% va 25% 4 yil muddatga naqd ko'rinishda beramiz. Sug'urta ta'minot asosida beramiz. O'sha bizga tegishli 12 ta mahallada yashab, tadbirkorlik qilayotgan fuqarolarga. Bundan tashqari bankimizda yuqori foizli omonatlarimiz bor. Qo'lingizda turgan bo'sh pul mablag'larini olib kelib bankimizga omonatga qo'yadigan bo'lsalaringiz, foizini olasiz. Bizda bitta yaxshi tomoni, misol uchun onlayn omonatimiz bor. Xuddi kashevod sifatida pulingiz bor vaqt to'ldirasiz, pulingiz yo'qda yechib olasiz. Yillik foizi 18%. Bir yil muddatga, 2 yil muddatga omonatlarimiz bor. Pullaringizda misol uchun bo'sh pul mablag'lari bo'lsa, misol uchun sizga ko'pincha chetdan pul keladi, to'g'rimi? Misol uchun kimdir farzandi, kimdir turmush o'rtog'i, kimdir nevarasi xorijda ishlayapti, to'g'rimi? U pulni yuboryapti. Pulni uyda pul ko'rinishida yig'yapti. Yig'ilgan bo'lishlaringiz mumkin. Masalan, yo'q, valyuta ko'rinishida, milliy so'mda. Lekin shuni so'mda bizga bankimizga so'mda yoki xorijiy valyutada omonatga qo'ysalaringiz, qanchadir bo'lsa ham foydada bo'lasiz. Foiz chiqib ko'payib yotadi. Uni mobil telefonlaringizda doimiy kunlik qancha foiz chiqyapti, doimiy monitoring turishingiz mumkin. Ko'rib turasiz.